Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar. Salom Koreya dasturi. Dildora Hoshimova. Anvar Javharov bilan birgalikda. Navbatdagi sonimiz. Navbatdagi sonimiz. Bugun sizlarga Koreyada uy-joy masalasi bo'yicha tushuntirib o'tamiz va Janubiy Koreyada har oy to'lovsiz uyda yashash mumkinligi haqida ham gapirib o'tamiz. Har oy qanaqa? Har oyda to'lov to'lamasdan 2 yilda bir marta to'lanadi. Yo'q, 2 yil, ha? 2 yil davomida shu to'lovsiz yashaydigan uylar masalasi bo'yicha sizlarga video qilamiz. Anvar shu haqida. Bu juda ham yaxshi mavzu deb o'ylayman. Sababi Koreyaga yangi kelmoqchi bo'lgan talabalarga uy-joy masalasi qanaqa topsam bo'ladi, qancha xarajat bo'ladi degan savollar juda ham ko'p. Kommentariyalar ham juda ham ko'p bu bo'yicha. Videolar ham kam, lekin videolar kam olinadi bu soha bo'yicha. Asosiysi, demak, ko'p talabalar hozirda demak Koshitel deb nomlangan, ya'ni bitta uydan iborat va ichida hamma narsasi mavjud bo'lgan xonalar tashkil, ya'ni bitta xonalardan iborat bo'lgan yotoqxona. Bularning o'rtacha oylik narxlari demak 250 ming wondan boshlanib 500 ming, 550 ming wongacha tashkil qiladi. Ya'ni u qanaqa komforti bor ichida? Hojatxonasi ichidami, yuvinadigan joylar ichidami yoki bo'lmasam u отдельныйmi, alohidami? O'shalarga qaragan holatda narxlari har xil bo'ladi. Koshitel va undan tashqari bo'lgani biz o'zbeklarimiz demak birgalashib yashashni ham yaxshi ko'radigan va birgalikda osh qilib yeydigan xalq. O'shaning uchun one room degan toifa ham bor. One roomdagilari bitta tarafi depozit qo'yish kerak. Kirayotganingizda depozit qo'yiladi. Odatda 6 oydan 1 yilga shartnoma qilinadi. Va o'sha davr mobaynida siz shartnomani bekor qilsangiz depozit qaytarilmaydi. Bu sistema shunaqa va 2 kishi, 3 kishi bo'lib bitta xonaga kiriladi. O'shanda oylik to'lovlari masalan 1 million wonga demak 250 ming, 350 ming, 450 ming. Depoziti 1 million wondan, 500 mingdan ham boshlanadi. Bizning shahrimizda. Joylashgan shaharga qarab, Seuldagi shaharlarda Chia deydi, ya'ni podvaldagi uylar ham 2 milliondan oshiq depozit to'lash kerak. Siz agar qancha Seuldan uzoqlashgan sari, ya'ni qishloq joylarga borgan sari arzonlashishi mumkin va depozit miqdori ham 500 mingdan 2 million, 2,5 million, 5 milliongacha bo'lishi ham mumkin. 10 millionlik depozitlar ham bor, uyi sharoitiga qarab turib va u qaytarib beriladigan to'lov. Oyiga siz demak kommunalniy to'lovlar bilan birga 250 ming, 350, 400, 550 o'sha atrofda to'laysiz. Va hozir endi yangi sistema bo'layotgani talabalarga demak siz agar 100 million won, ya'ni bu degani 80 ming dollar, 80 ming dollari o'sha 2 yilga polniy depozit holatda beradigan bo'lsa, chonsey deyiladi koreys tilida. Chonsey qilib beriladigan bo'lsa, siz faqatgina kommunalniy to'lov to'laysiz. Svet, gaz bo'ldi. Oyiga hech narsa to'lamaysiz va o'sha 2 yil o'tgandan keyin o'sha pulingizni olib, demak, boshqa joyga yana chonseyga berishingiz ham mumkin yoki yonjan qilib yuraverishingiz ham mumkin. Bu sistema oldin chet elliklarga yo'q edi, lekin hozir mana Pudonsan deydi-yu, maklers va naqalar rivojlanayotgani sababli hozir talabalar ham shunaqa talabalar ham bor. Ya'ni bir tiyin to'lamasdan uyga, ya'ni ijara to'lamasdan bitta pul depozit qo'yadi, o'sha pul bilan demak kommunalni to'lab yuradigan holatlar ham bo'lishi uchun. Bu pulingiz mana 80 ming dollaringiz shunday o'sha uyda turadi. Keyin 2 yildan keyin bu pulingizni olib, xohlasangiz biznes qilasiz, xohlasangiz yana boshqa uyga ko'chib o'tishingiz mumkin, lekin bu turadigan pul. Va sizni har oy chiqib ketadigan pulingiz arzimagan bir 50, 60, 70 dollargacha. Bu bizni shahrimizni hisoblab aytyapman. Bu Begot Shintoshi shahrimizni aytyapman. Endi Seullarga borsangiz u juda ham qimmatlashib ketadi. Bu yoqda yangi qurilgan bir xonalik uylarni hozir aytyapman sizlarga. Va albatta yana bitta narsa aytib o'tmoqchiman. Uyga joylashayotganinglarda asosan one room bilan chonseylarda o'rtaga обязательно deydi-yu. Albatta maklerskiy kompaniya Pudonsan o'rtaga qo'yish kerak. Chunki ko'pchilik tushunmas ekan, Pudonsanlar nima vazifasi bor. Bizdan 50 ming, 100 ming, 200 ming olib ketadi, bo'ldimi degan narsa bor ekan. Pudonsanning eng asosiy foydasi ijarachi bilan demak uy egasi bor-ku, o'sha o'rtasida muammo chiqqan vaqtda Pudonsan yechib beradi. Ya'ni har qanaqa muammo. Mana buni buzibdi yoki manbutlar raso qo'yibdi, mana shunaqa muammolar ko'p bo'ladi-yu. Ko'proq uy egalari pul undirishga harakat qilgan vaqtda Pudonsanga murojaat qilsalar, Pudonsanlar koreyslar bo'ladi-yu, o'zlari gaplashib, hammasini muammolarini hal qiladi va yana bitta tarafi shartnomani cho'zish vaqtiga kelganda tezlik bilan demak uy egasini qidirib yurish shart emas.
Pudonsanga borasiz, demak tezda pulni to'lab cho'zdiraveradi shartnomani. Shuning uchun Pudonsan orqali qilsanglar, demak muammo kamroq bo'ladi. Koreya uylari haqida, Koreya qo'shmalari. Keyin yana bitta yaxshi tomoni sizlarga talabalar kelayotganda yotoqxonani olib tashlashni xohlaydi-ku. Bizning ko'p talabalarimiz. Shuni yotoqxonani olib tashlamaslikka harakat qilinglar. Boshida baribir birinchi kelganda 6 oy davomida universitetning yotoqxonasi sizlarga katta maktab bo'ladi. Ovqat qilib yeya olmaysiz, to'g'ri, o'zbekcha ovqat qilib yeya olmaysiz. Hamma o'rtoqlaringizni to'plab kela olmaysiz, lekin sizga o'qishga, til o'rganishga va pulni tejashga universitet yotoqxonasi katta yordam bo'ladi. Sizni Koreyada yashab ketishingizga juda ham katta yo'l ko'rsatadi. Fundament bo'ladi. Shuning uchun universitetning yotoqxonasi bo'lsa, men sizlarga maslahatim universitetning yotoqxonasiga kelishinglarni maslahat beraman. Albatta. Shunaqa. Va yana biz bundanda qiziq ma'lumotlar bilan yana chiqamiz. Salom Koreya dasturi davom etadi va bizga podpisatsiya qiling. Obuna bo'ling va like bosing. Like bosib, qo'ng'iroqcha belgisini bosib qo'yinglar. Chunki bizdan yaxshi foydali yana ham kontentlar, xudo xolasa, Uzun International kompaniyasi bilan Salom Koreya chiqaramiz, xudo xolasa. Hammaga omad. Rahmat.